Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun ishlarimiz Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'iga yetib keldi. Kimga shu atrofdan ish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bundan oldin mana test berilgan edi, mana ikkinchi test kelyapti. Kimga shu atrofdan ish kerak bo'lsa, bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Bu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bu narigi tomondagi holatlarini ko'rsatib beramiz. Juda chiroyli holatda kelgan. Xohlasa umuman sanig'i ham chiqmaydi. Bunisi ozmoz qizil aralashib qoldi. Tomonda umuman qizil aralashmagan. Qizil degani pishmay qolgan boshqa degan narsalar emas. Bu holatda o'ta chiroyli holatda ishlarimiz to'kilgan. Ko'rishlari mumkin. Kimga mana shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Narsalarimiz o'ta chiroyli holatda. Mana bugun mana hozir yomg'ir yog'ish ehtimoli, yomg'ir ozmoz boshlayapti. Yomg'irda qolib ketsa ham, qorda qolsa ham, suv kuysa ham xudo xolasa hech bola bo'lmaydigan ishlardan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin.